Telefon qilganim hozir Sirojnikani qamab qo'yishdi eshitgan bo'lsangiz. Ha, tinchlikmi? Ariza yozishgan ekan, hozir bir ikkita ayol yozgan ekan. Umuman birovdan pulini ololmagan, 130 millionmi? Uni qanchadurini olgan, 2 mingini ololmagan ekan. Shunga sen olib beraman degan deb yozib Sirojnikan ustida, advokat bilan. Unga hozir anaqa sizga ham arizangiz bor deyishdi-da Sirojnikan ustida. To'g'ri, men ham yozganman. Yozganmidingiz? Men ham yozganman. Endi Jahongir o'ylab ko'ring, bolajonim. Men bir so'm uchun harakat qilib o'tdim. Shu pulni o'ndirib beraman advokati bilan. Qancha meni aldadi? Advokat 4 millionni olish uchun 6 millionni oldi. 4 million uchun Navoiyda beraman deb Navoiyga bordi. Pulni oldi. Pulni olgandan keyin telefon qilsam mening bilan urushib, men seni ko'tingda yuramanmi? Sendan boshqa ishim yo'qmi? Meni itdan o'tirib tashladi. Sirojiddin o'yindan chiqib ketdi deb. Advokatlar palatasına berdim, ha, Oybek. Keyin advokatlar palatasına bordik. Borgandan keyin men 5 marta tergovga borganman dedi. Uchquduqqa borgani bularga qarshiga borishga yo'l kerakligidan men olib borgan ekanlar. Men to'g'ri qarshiga olib ketdilar Uchquduqdan chiqib. Bo'p, to'g'am rozi bo'ldim. Agar shu Oybek oxirgacha borganda menga alam etmay dedi. Chunki bular aka-uka ikkisi. Menga o'zi topib berdi. Yaxshi advokat topib ber desam, meni aka xonim bola deb topib berdi. Yana shu oralikda sizlar ham o'yindan chiqdingizlarmi? Menga advokat chiqqandan keyin advokatlar palatasidan 2-etajdan 3-etajdan ekan-da u. Yanına bir o'rtog'i bordi, quchoqlashib, zinadan tushib patir ikkisi, qo'ltiqlashib. Men to'xtab turdim, shular tushib kelsin, keyin tushaman. Aytishib, "Qamila ikkimiz yana bu bilan" deb tepada tursam, hali kishi so'radi, "Nima bo'ldi?" desa, shunday orqasini qarab meni ko'rsatib, "Biz ham pizdes qilganmiz" dedi. Bu gap menga qancha og'ir botadi? Jahongir, men 65 ga kirganman. 40 yoshimda bo'lsam, 40-da bo'lsam menga bu gap alam etmas edi. Chunki yoshman aytdi menga der edim. Men 65 ga kirib ham haqorat eshitsam, ham 20 million pul bersam bularga. Shuni rahmati. Nima ish qildi? Sirojiddin tergovga kirmas ekan, nimaga boradi? Bormasa, "Opa, men tergovga kirmayman. Men unga borolmayman" desin. Men ham bola chaqam rizqini qilib, xolodilniklarimcha sotganman. 13,5 millionga kreditga olib, 8 millionga sotib, o'sha pulni olib borib Navoiyda berganman qo'lina. Yeyecek ovqatini pulini o'zina to'latdimmi? To'ladim, keyin shular yordam beradi. Menga shu pulim olib berar ekanlar. Meni advokatim yanimda deb. Men it o'ynaganda o'ynadilar. O'zim ijarada o'tirgan bo'lsam, boquvchim bo'lmasa, yordam so'rasangiz battar ko'pikka tiqadi ekanlar-da. Shunda hammada yozadi. Siz bo'lsangiz ham meni o'rnimda siz ham bu pul alam etadi. Bolalarimga men 1 kilo go'sht bermasam bir oyda. Dadasini ishlagandan men inob yo'l kiraga bering, bu advokatga bering, bu blogerga bering deb olaversam, balamada yoqmaydi. Kasalman, 5 so'm o'qilda pul topmay men 1 yil yotgan oyog'imni surrab olib yurdim. O'zi guvoh biladi edi oyog'im bosib o'lmasliklarini. Mashinada ketganam, yotib ketganman, o'tirib o'lmaganimdan. Menga alam etadi. Ya davolanmasam, ya bolalarimga yedirib ichirmasam, har oyda $200 ijara pul to'lasam, bular o'ndirib beradi desam, men tupikka tiqsa, alam qilmaymi? Meni o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring, Jahongir, qanday alam etadi bolam? Xudo bor hammaga. To'g'ri, tushundim sizni. Lekin hozir Sirojnikiga sizniki ikkinchi ariza bo'lib, ertaga vaziyatlar og'irlashadi. 10 millionlab 10 so'mlik ish qilgan bo'lsa edi, menga alam etmaydi edi. Bordi Navoiydan, mana o'zingiz guvohsiz. Keldingmi pulni dedi. Kecha 2 million berdim, mana yotog'imga deding, olding. Bizdan yeb ichishimizga, yotog'imizga yetmaydi 2 million deb bo'pti, yetmasa qo'shib tur. Ertaga men beraman, pul bilan kelyapsizmi? Pul bilan boryapman. Yana 5 million deb kechaga 2007 bu pulmi deydi. Men uchun 7 million katta pul. Chunki men tangalab topaman. Mehnatni peshona terim bilan topaman. To'nqildab ko'rdingiz, mashina orqasida turib pulni oldi, siz berdi. Nima qildi u Navoiyga borib? Ovqat yeb ketganimi? Borib hammaga ham alam etadi.
Advokatın yana aytgan gapi oshikcha bo'ldi. Bu til biriktirib qilinganga kirami shunda. Ikkinchi marta tergov bo'lyapti, borasizmi desam, men qimmat mashinada yurayman Inamarkada. Meni mashinam buzilsa kim remont qilib beradi? 7 million bering, borib kelaman degan. Men 7 million nimaga to'layman, borib ish bitirmasa? Hammasi til biriktirib etilgan ish ekan, advokat aytib ketdi, biz ham shunday qilib yurdik, shunday qildik deb. Ulardan shunday qilsinlar, menga aytgan, lekin meni qilib olgani yo'q. Bu pul men halol pulim bo'lsa qaytib keladi. Harom bo'lsa bola chaqasini o'ligina buyursin. Agar shu mendan harom bo'lib chiqib ketadigan bo'lsa bolalarim rizqi. Ro'zani kunda qarg'iyman, tangalab topganman men, xotin boshchiman. Bunga o'xshab ishing bitirib beraman, ina advokatim bor deb, falon million ber, tugan million ber deb aldab olmaganman birovni. Peshona terim bilan topaman, 5 so'm topsam ham. Men hozir ham oqsaqlanib yuribman. Shu holimdan yana yuribman, shu bola chaqam tirikchiligini 1-2 so'm bo'lam ekan deb. Qarzga kirib ketganman. Qola bana ozgina bo'lsa ham hurmatim bo'lsa, iltimos sizlar. Mayli o'sha 10 million pul men o'zim beraman sizga. Iltimos, tez qaytib oling. Men telefon qilganman. Jahongir, men telefon qilganman unga. Telefonimni ko'tarmadi. 3 kun telefon qildim, qatariyat. 1-mart kuni ham oxirgi marta telefonimni ko'tarmadi. SMS yozdim, 2 marta SMS yozdim. Javob yo'q. SMS ham ko'rsatdim. Men ishim bitirib beraman deb 10 million olgansan, ishni bitirmaydi ekansan, pulimni qaytar dedim. Ko'rdi, SMS'larimni ham ko'rdi. Javob ham qaytargan yo'q. Telefonimni ko'tarib, "Opa, bo'pti, to'g'ri, siz ham shunday qilganman. Men beraman pulingizni, shoshmang" desa-da, men o'tira dedim. Hozir men uydan chiqib ketib turibdi. Har oyda $200 to'lab bilmadim 2 oydan beri. O'zi bo'lmaydi, ha desangiz oy yugurib kelyapti. Men bola chaqamni qanday boqayman? Buni to'laymanmi? Aldab olingan bu pullarni to'laymanmi? Xorazmga 6 oy bo'ldi borganim yo'q. Ukam marakasida chiqib kelganim. Mana yili bo'lyapti. Hali men borganim yo'q, chunki qarzim bor u tarafdan ham. Qanday qarayman? Ukamlarim men rasmiy kelgan bilan kelin bor uyda, begona kelin. Aytmaymi? Opang yana keldi, pulni to'lamadi deb. Bormay o'tirib, ukamni 40-da chiqib kelganman. Mana 28-avgustda chiqib kelgan, borganim yo'q. Men ham borgim keladi, qizimni ko'rgim keladi, nevaralarimni ko'rgim keladi, og'illarimni ko'rgim keladi. Men hech kimim yo'q shularımdan boshqa. Lekin qarzim bor, bora olmayman. Ana shularga deb qarz olganman. Shuncha 2 yil bo'lib qo'yapti, berilmay o'tiribman. Telefonni ko'tarib, bir ha uy deyish kerakmi? Advokat shu gaplar aytgandan telefon qilib, "Opa, nima bo'lyapti? Nimaga Oybek aka bilan bunday qilib yursam" degan yo'q-ku menga. Tili bir bo'lgandan keyin aytmaydi. Yana bizlar deb aytdi u. Biz ham shunday qilganmiz dedi. Men hududdan yoshdan o'tganman. Shu yerda men janjal ko'tarsam, men shallaqlikka kirgan bo'laman. Xudoga solib yig'lab chiqib ketganman. So'rang Oybegindan. Shunday dedingmi sen? Zinadan tushishingda kim bilandir qo'ltiqlashib tushib borishingda deng. Aytib beradi. 5 marta borganman deb betini yuldi. Shuncha odamning ichida qo'lim yo'q dedi. Hammang guvohligimda Xudoga soldim dedi. Qiyomatga qo'ydim bu pulni dedim. Kulib o'tirib shundan men ustimdan. Mendan betarmi ular? Mendan betar bo'lsa-ki, eksan desam. Shu o'tirgan holimda. Mendan betar emas-ku axir. Mana Guleraning qatnashib sotuna vodiy qatnab turib 1 so'ms kelyapman dedi. Menikina 1 so'ms bir marta bordimi? Oldin oshxonaga kiritaman, qondan to'ygizaman, keyin yo'lga chiqamiz. Qatga borsa-da. Boramiz, tur oshxonaga kiradilar, beruvchilarga ovqat deb beraman, yana izimizga qaytamiz. Nerga borsa-da shunday aytganman. Ya 1 so'mni to'laying deganmi? Ya ishchiq suvni pulini to'latganmanmi? Ha, meni ishim bitiradi ekanlar. Bular menga endi rahmi kelyapti debman. Ular rahmi kelmagan. Meni o'zi chiqmas deb tiqqan ekanlar. Hech kimga dodim aytib o'lmas eding deb aytgan pulni olib, mana bopladimmi seni dedilar yuzima keyin. Hammaga alam etadi. Ne bir yerda stol o'tirib o'g'illik pul to'g'ib o'tirgan bo'lsam edi, zalal yo'q edi. Birindan keyin haromniki haromga ketdi desam. Xolos, siz Farg'onadamisiz, Toshkentdami? Yo'q, men hozir Qoraqalpoqdaman. Hozir Nukusdan o'tdim, Qo'ng'irotga boyatirman. Shunga narsalar topshirdim-da. Shu vaqtma 1 soat bor edi, topshirib qo'ying ertaroqdan deb narsalar topshirib berganim edi. Xolos, biz o'sha 4 ta jurnalist blogerlar 1 million so'm yig'ib bersak, shu arizingizni qaytib oling, iltimos.
Men Oybekga ham berganman onu. Shu ikkisi bir bo'lganmi, ikkisi to'laydi shuni. Opa, To'lasin. qarang, yaxshi duolar qilgansiz meni. Shularni hurmati, o'ralarga borib keldingiz meni. Mayli yaxshilik qoladi hammamizdan. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, yana o'zimchaga men o'zim turib beraman. Faqat hozir arizangizni oling. Mayli, men 10 million men va'da qilaman, men oldindan beraman shuni. Faqat arizangizni olmasiz, hozir Sirojnikiga yana ham og'irlashadi vaziyat. Hammaga ham alam aytar ekan, mehnatli pulingiz birovga berib, ham haqorat eshitsangiz, telefon eshitsangiz, do'q urib gapirsa, mendan ancha kichkina bolalarim bilan teng. To'g'ri, noto'g'ri. Hammaga ham alam etadi. Yana haqorat eshitganim oshiqcha Oybekni topib bergan odamimi? Opa nima bo'lyapti? Nimaga sizlar bunday janjallashib qoldingiz deb bir marta so'ragan yo'q. Telefon qilsam ko'tarmasa, SMS ko'radi, javob bermasa. Noto'g'ri qilgan, xolos, noto'g'ri qilgan. Men uzr so'rayman uning uchun. Munga bersam pul, o'zim ijara yursam deb. Ro'zani kunida bolalarim qo'lina 5 so'm maktabini bermasam, menim 2 bolam o'qiydi maktabda. So'rasalar ham yo'q deyman. Chunki izi yo'q. Ana shuning uchun hammaga alam etadi. Xudo bor. Ro'zani kunida Xudo ko'rib turibdi. Xudoga solaveraman. Hech kim Xudodan ustun emas. Toshkentga qachon qaytasiz, xolos? Bilmayman, ishim bitishini qaytaman. Firmani bekityapman-da, soliqdan qarzim ko'payib ketgan. Nimadan Qoraqalpoqda ozgina qolgan pulimiz bor edi. O'sha pulni olgani boryapman, olib nelar soliqlarni to'lab bekitib tashiman firmani. Bekitib o'ylab o'tiribman-da, soliqdan qarzim ko'payib ketgan. Ishlamasangiz ham bari soliq yozar ekan. 2 yildan beri ancha bo'lib ketgan soliq. Yana shular yopishga boryapman, o'sha pulni olib yopib tashlayman firmanam deb. Ishlagida imkoniyatim yo'q. Oyog'im yaxshi ishlamaydi, o'tirgandan keyin turib yura olmay qolaman. O'ta qiyin ahvoldaman hozir. Sog'lig'im yo'qotib bo'ldim. Xo'p, telefonlashamiz. Sog' bo'ling. O'sha olasizmi qaytib qolaringizni? O'ylab ko'raman. O'ylanib javob beraman. Men uchun iltimos. Ertaga yana shu gapni eshitaman. Oybek aytganini bundan ham eshitaman. Ha? Oybekdan aytgan gapini bundan ham eshitar ekanman-da, seni falon ish qildik deganini. Oybeklarni unuting. Bular mana hozir birontasi turib bermaydi bu Sirojnikiga oldida. Shu Oybekdan shu topib berganda eng kuchli advokat meni akam, postiyani birga yuramiz deb shu topib berganda-mi? Va ikkisi birga yurar ekan, biri advokat bo'lib, biri bloger bo'lib ish ko'rsatar ekanlardan. Shuncha gap o'tdi oradan, tilmada ko'ngil uchun, "Opa nima bo'lyapti? Oybek aka bilan janjallashib qolibsizlar, nima gap?" deb ham so'ragan yo'q. Yana buni biz falondek qildik degan gap meni jonimni o'tib ketgan. Men bu gapni eshitadigan yoshda emasman, 65 ga kirganman. Gaplashamiz, bo'pti, Jahongir, telefonlashamiz. Xo'p. Men ishim bitsin, qaytishimda telefon qilaman. Bo'pti, sog' bo'ling, charchamanglar.